Aziz qarindoshlar, men bugun sizlar bilan ma'naviy kuchimizni oshirish yo'lidagi 4 muhim bosqichni o'rtoqlashmoqchiman. Ko'z oldingizga keltirib baqing. Siz Ramazonda ro'za tutasiz, ochliq va ussizlikqa chidaysiz, nafsingizni tizginlaysiz. Bu savr toqat chiniqishi sizni nimaga tayyorlar? Shunga ey iymon ahli, bu qimmatli fursatni g'animat bilaylik. Uningdan unumli foydalanaylik. Yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon, ibodatda usul ko'p, fazilatga boy. Her yili bizni ziyorat qiladigan bu muborak Ramazon oyi biz musulmonlar uchun ilohiy rahmat, barakat oyidir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizga mundoq xush xabar bergan. Iza jaa Ramazon futihat abwabul janna. Ramazon oyi yetib kelsa, jannatning eshiklari dog'dam ochiladi va g'ulliqat abwabun nar. Dozoqning eshiklari mahkam taqiladi va sufidatish shayatin. Shaytonlarga kishanlar, zinjirlar silinadi. Bu hadis bizga Ramazonning qanchalik ahamiyatli fursat ekanligini ko'rsatib beradi. Siz o'ylab ko'ring. Alloh taolo bizni moddiy va ma'naviy ehtiyojlarga ega qilib yaratgan. Moddiy ehtiyojlarimizni haloldan rizq tepish orqali qamdaymiz. Ammo ma'naviy ehtiyojlarimizni Allohga bo'lgan muhabbatimizni texmo oshirish orqali qamdaymiz. Bu haqda Qur'oni Karimda Alloh taolo ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allohni yod etish bilan qalblar arom topadi deb ro'shan bayon qilib bergan. Haq so'z mana budur qarindishim. Qalbimizning haqiqiy xotirjamligi faqat Allohga haqiqiy ibodat qilish bilan bo'ladi. Aziz qarindoshlar, men bugun sizlar bilan ma'naviy kuchimizni oshirish yo'lidagi 4 muhim bosqichni o'rtoqlashmoqchiman. Birinchi bosqich kundulik ma'naviy kuchimiz, ya'ni 5 vaqt namoz. 5 vaqt namoz biz musulmonlarning kundulik ruhiy uzuqidir. O'ylab baqing, biz badanimizni kunda necha qatim yemak ichmak bilan ta'minlaymiz. Ammo ruhimizni-chi? Shuningdek ruhimizmi kundulik ma'naviy uzuqqa muhtoj. Har bir namoz bizni Alloh bilan tutashtiradigan ko'rikdir. Namoz bizning kundulik hayotimizdagi duo va ibodatlar orqali Allohga to'xtamay yuzlanishning ifodasi. Ikkinchi bosqich haftalik ma'naviy kuchimiz, ya'ni juma namozi. Har jumada masjidlarni to'ldirish orqali bir-birimiz bilan yuz ko'rish orqali haftalik ma'naviy kuchimizni olamiz. Juma namozi, jumadagi xutbalar bizga haftalik ma'naviy kuch bag'ishlaydi. Jamoat bo'lib ting'ishigan nasihatlar, birga o'qigan namozlar bizga keyingi haftagacha yetadigan 7 kunlik ruhiy uzuq beradi. Jumadagi bu ruhiy kuch bizning hafta bo'yi amallarimiz, fikirlerimizde sağlam buluşumuz için kapalettir. Üçüncü bosqich yillik ma'naviy kuchimiz, ya'ni Ramazonning ro'zasi. Aziz qarindoshlar, mana Ramazon oyining alohidaligi ham mushuningda. Ya'ni bu oy bizlar uchun butun bir yillik ma'naviy zapas to'playdigan mavsum. Bu oyda tutilgan ro'za, qilingan ibodatlar, o'qilgan Qur'on, qilingan xayri saxovatlar yil bo'yi davomlashadigan ruhiy kuchning manbasi bo'ladi. Ko'z oldingizga keltirib baqing. Siz Ramazonda ro'za tutasiz, ochliq va ussizlikqa chidaysiz, nafsingizni tizginlaysiz. Bu savr toqat chiniqishi sizni nimaga tayyorlar? Bu sizni keyingi yil davomidagi hayotning sinoqlariga chidamchan bo'lish, kishilarga mehr shafqatli bo'lishga tayyorlaydi. Iftorlarda oilangiz bilan yetim yesirlarga, muhtoj kishilarga ozroq bo'lsa yordam qilasiz. Bu yaxshiliklar sizning ijtimoiy alohidaligingizni texmo kuchaytiradi. Sizda yil bo'yi davomlashadigan yordamsevarlik ruhini qaytadan shakllantiradi. Shundaqla hammamiz Ramazonda Qur'on o'qishga, zikr tasbihlarga alohida ahamiyat beramiz. O'zimizni cho'nqur tahlil qilamiz. Bu ma'naviy g'izolanish bizning yil bo'yi ruhiy jihatdan mustahkam turishimizga yordam beradi. Ko'rib turibdimizki, Ramazon faqat bir oyga cheklanib qolmasdan, balki butun yil bo'yi davomlashadigan ruhiy jihatdan, axloqiy jihatdan kuchlanishimizga zo'r turtki bo'ladi. 4-bosqich umrlik ma'naviy kuchimiz, ya'ni haj qilish. Haj bo'lsa bizning umrlik ma'naviy kuchimiz. O'ylab baqing, Ka'bani tavob qilish, Arafat tag'ida turish, shaytonga tosh etish, Zamzam suyidan ichish va boshqa ibodatlar orqali siz ruhiy jihatdan yangidan tug'ilgandek bo'lasiz. Haj sizning hayotingizdagi eng cho'ng ruhiy tarbiya va tajriba. Uning ta'siri ta umringizning oxirigacha davomlashadi. Makkada millionlagan musulmon qarindoshlaringiz bilan birga qilgan ibodatlar sizning qalbingizda unutilg'isiz xotirlarni qoldiradi. Aziz qarindishim, endi men sizga muhim bir nuqtani ta'kidlab o'tay. Bu 4 xil ibodat bizning ruhiy taraqqiyotimizning asosiy tugruklari. Bularning ichida Ramazon oyi alohida ahamiyatga ega. Nima uchun desangiz, chunki bu oyda boshda deb o'tganimdek shaytonlar bog'lanadi, jannatning eshiklari ochiladi, dozoqning eshiklari taqiladi. Shuni biz odamiy shaytonlarning ozdirishlaridan ehtiyot qilaylik. Shundaqla o'zimizni odamiy shaytonlarning qatoridan bo'lib qolmaylik. Dozoq tarafga emas, jannat tarafga yaqinlashaylik. Xulos qilib aytganda aziz qarindoshlar, Ramazon oyi biz
musulmonlar uchun butun bir yillik ma'naviy kuch to'playdigan ruhiy yengilanish, nafsini poklash, osh to'qliqning qadriga yetish, sabr toqatlik bo'lish, iymoniy kuchni oshirish fursatidir. Bu oyda to'plagan ma'naviy kuch butun yil bo'yi bizning hayotimizga ijobiy ta'sirlarni ko'rsatadi. Shunga ey iymon ahli, bu qimmatli fursatni g'animat bilaylik. Uningdan unumli foydalanaylik. Ramazonni xolis ibodat, pok qalb, go'zal axloq orqali butun yillik ruhiy kuch manbasiga aylantiraylik. Ey Allah, bizni solih bandalaringdan qilgin. Ramazon oyimizga barakat bergin. Bizning ro'zimizni va qiyomimizni qabul qilgin. Bu oyni bizning foydamizga shohid qilginki, hargizmi bizga qarshi shohid qilmagin. Amin.